Assalomu alaykum akalar ukalar. Mana yana bitta mana shu xonadonga qo'yilgan 3 tonna ichki kamerali kanalizatsion ishlarimizni o'rnatishni yakunladik. Barcha ishlar qo'ldan chiqdi. Mana Xudo xolasa mana shu birinchi turgan trubaga olib kelib ulashsa bo'ldi, ishlayveradi. Mana ham kolzota shavarda silif uchun yomg'ir suvlari kelib shunga tushadi. Mana bu kanalizatsiya tushadi. Mana shu yerda hamma ishlarni qo'ldan chiqardik, yakunladik. 3 tonna ichki kameralik degan. Bu akalar ko'pchilik tushunmayapti qanday ishlaydi. Bakteriyami ishlaydi aksar, ammo buni ishlash tartibi bakteriya tashab turadi har 5 ta ro'yda bir. Shunda bu Xudo xolasa hech qanday muammo ishlayveradi. Mana shu Farg'ona shu Rishtonda bitta xonadonga qo'yyapmiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, quyida nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol aloqa qilib turasiz.